bo'ladi, yo ko'rpaga o'rab, yo taxmonga taxlab olgan bo'ladi. Uyda televizorda pulti bilan mana shu telefon ham yo'qoladi. Mana shu televizorda pultiga ham bitta sim karta tiqib qo'yishim kerak-da. Shu yo'qoladi. Biz pultga sim karta o'rnatdik. Bunday qurilmani yasash aslida umuman qiyin emas. Masalan, Toshkent kimyo xalqaro universitetida IoT darslarida bunga o'xshash loyihalar kurs ishi sifatida topshiriladi. Kimgadir bo'lsa bu loyiha juda ham qiyin bo'lib tuyulishi mumkin. Aslida buning qo'rqadigan joyi yo'q. Eng muhimi, Toshkent shahridagi kerakli radioelektronika magazinlarini topib bilishingiz kerak. Ularning ro'yxati Telegram kanalimizda qo'shib qo'yilgan. Unga albatta obuna bo'ling. Biz unda uni joylashtirib qo'yamiz. Asosiy rolni bu yerda Juan Carlos yo'q. C900A o'ynaydi. Bu o'zi nima ish qiladi? Bu aslida hamma ishni qiladi. Buni radioelektronika magazindan sotib olsangiz, bundan atigi ikkitagina sim chiqadi va bu simlarning nomi RX va TX. Aynan mana shunday ulanish uslubining nomi USART deyiladi. Bu USB dan oldingi eng mashhur protokol. U aslida qanday ishlaydi? Demak, tasavvur qilaylik, sizning biror bir xabar jo'natish niyatingiz bor. Masalan, mana bu qirg'oqdan mana bu qirg'oqqacha xabar jo'natish niyatingiz bor. Bu xabarlarning qaysi biridir 0, qaysi biridir 1 va hokazo. Shundoq ketaveradi. Mana USART odatda 8 bit bilan ishlaydi. Demak, siz uni to'ldirdingiz, ya'ni jo'natadigan xabaringiz juda ham ko'p. Siz boshingizni og'ritmaysiz. Shundoq ixtiyoriy dasturlash tilida, mikrokontrollerda USART degan xizmatchi bo'ladi va u barcha buyruqlaringizni bajaradi. Siz USART deb atalgan o'zgaruvchini yaratasiz va u bundoq narigi tarafga sizning xabaringizni o'tkazib beradi. Keyin qaytib keladi, yana 8 tasini joylashtiradi, xabarni oladi va manziliga yetkazib qo'yadi. Mana shunday qilib USART ishlaydi. Nimaga aynan ikkita sim ekanligini tushunishingiz uchun mana bu shar qanday balandlikda joylashgan? Siz aytishingiz mumkinki, masalan, 1 qarish balandlikda joylashgan deb. Mana esa bundoq surib, yo'q, 1 metr balandlikda deyishi mumkin. Muammo shundayki, asos tanlangan emas. O'sha uchun ham kommunikatsiya liniyalari bo'ylab 0 va 1 jo'natilayotgan paytda 0 deganiki farqi yo'q degani, yerda turibdi degani, 1 degani ko'tarilib turibdi degani. Ya'ni signal bor degani. Aynan mana shu uchun USART ikkita simdan tarkib topgan. Bizning holat uchun bu nima degani? Demak, siz ixtiyoriy kontrollerdan, masalan, mana bu STM32 F103 asosida qurilgan Bluepill kontroller bilan buni boshqarishingiz mumkin. Mana STM32 ni joylashtirdik. Ikkita simi USART deb ataladi va bu yerda ham siz RX va TX degan simlarni ko'rasiz va uni teskari qilib ulaysiz. Chunki bu RX degani receive degani, TX degani transfer degani. Bu yerdan transfer degan signal bu yerga receive bo'ladi. Bu yerdan transfer qilingan signal bu yerga receive qilinadi. Mabodo hamma narsani qilib bo'lganingizdan keyin ishlamay qolsa, RX ni RX ga, TX ni TX ga ulayverasiz. Endi mana antennamiz bor. Xo'p, aytaylik, signalni transfer qilayotganimizda ana 01lar oqib boryapti deylik. Mana bu yerga 01lar kelyapti deylik. Bu yerdan esa u o'zining prosessorida signallar orqali kerakli megagertsdagi signallarga aylanib, uni telefon vishkalariga jo'natadi va u bilan gaplasha oladi. Endi bularning hammasini oziqlantirish kerak, boqish kerak. Bular ishlamaydi. Mana bu kichkinagina qora ehtiyot qismini buni mikrokontroller deyshadi. Buni hammasi esa ingliz tilida board deyshadi. O'zi masala faqat bundan iborat bo'lganda edi, buni o'zini 3 volt bilan boqsa ham yetardi. Lekin muammo shundaki, GSM moduli afsuski 5 volt ovqatni talab qiladi. Lekin baxtimizga mikrokontrollerning bordida ham maxsus 5 voltlik oyoqchasi bor. Ya'ni uni 5 voltdan boqsangiz ham ishlayveradi. Oldimizdagi vazifa soddalashdi. Tizimni 5 volt bilan ta'minlasak yetadi. Mana bu yerdan yeri chiqib tursin deylik. O'sha o'zimiz yaxshi ko'rgan litiy polimer batareyasini olamiz. Litiy polimer batareyalari atigi 3-7 volt chiqarishadi. Endi bularni ko'tarish kerak. Buni qomatini ko'tarish uchun maxsus kontrollerlar ishlatiladi. Hozirgi paytda industriyada step up degan so'z ishlatiladi ko'proq. Mana bu minus tarafini olib kelib, buni minusiga ulaymiz. Out degan joyiga keltirgandan keyin xuddi ana u videoga o'xshab potentsiometrni aylantirib, uni 5 voltgacha ko'taramiz. Shunday qilib, mana bu yerda 5 voltlik rels hosil bo'ladi. Uning yerini buning yeriga ulaymiz. Yer bitta bo'lishi kerak. Va mana bu yerdan 5 volt oxiri chiqadi. Buni ham 5 voltdan boqaveramiz. Mana buni ham 5 voltini berib
boqib tashlaymiz. Keyingisi, endi bu batareyani oziqlantirish kerak-ku. Batareyaning plus minusi bor, to'g'rimi? Qo'limizda bor. Mana endi buni oziqlantirish kerak. Buning uchun TP4056 kontrollerini ulaymiz. Endi eng qizig'ini qaranglar. Type-C kontrollerini ulagan paytda konyukturamiz biroz o'zgaradi. Mana bu yerdan plusimiz chiqdi, ba'dan minusimiz chiqdi deylik. Kontrollerda yaxshilab qarasangizlar B+ va B- degan oyoqchalar bor. Uni ulaymiz. Batareyaga ulaysiz, ko'p o'ylamaysiz ma'nosi haqida. Muhimi, kerakli joyga ulasangiz bo'ldi. Minusini olib kelamiz u, mana buning minusiga ulaymiz. Plusini olib, mana plusiga ulab qo'yamiz. Type-C bilan oziqlantiramiz. Hamda telefon kelgan paytda uni to'xtatish kerak albatta. Buning uchun ixtiyoriy kontrollarda GPIO porti bo'ladi. Yerga boradigan signalni tugma bilan uzib qo'ysangiz bo'ldi. Demak, umumiy tarixni aytamiz. Mobil telefondan signal keladi, u televishkaga boradi, ehtimoli bir nechta televishkalar bilan aylanib qaysi birigadir keladi, hamda GSM moduliga signal keladi. GSM modulining ovqati bor, hammasi yaxshi, qorni to'q, ishlaydi, qorni och bo'lsa ishlamaydi. RX-TX dan ularning farqi bilan o'ynab signal jo'natadi. Mikrokontroller doim kutib turadi. Gapirdimi yo'qmi deb. Shu payt signal kelganda u chiylashni boshlaydi. Bu ham juda ham oddiy. Iloji bo'lsa aktiv pishalka yoki buzzerni olganingiz yaxshi. Chiylashni o'chirish uchun esa tugma ishlatiladi. Tugma bosganda u ovoz chiqarishni to'xtatadi. Ya'ni siz o'chirish tugmasini bosasiz. Ularning barchasini mana bunday platformalarga o'tkaziladi. Ingliz tilida soldered breadboard deydi. Soldered breadboardda esa hammasi payvandlanadi. Demak, siz mana GSM modul bilan RX va TX oyoqchalar bilan ishlashni o'rgandingiz. Ya'ni u USART protokoli asosida ishlaydi va siz aynan u protokolning qanday ishlashi, nimaga unday ulanishi, bu ma'lumotlarni bilmaysiz. Bu 2G modul. Shuni bilasiz xolos, qolgani sizga qiziq emas. Mikrokontrollerning moduliga ulaysiz. Boshida modullarni ishlatishni o'rganing, keyin o'zi sekin-astalik bilan ulanib ketadi. O'zingizga yoqqan sohani tanlab chuqurlashib ketaverasiz. Biz ta'limni aynan mana shunday uslubda boshlashning tarafdorimiz. Mana bu sehrli aqlli pulning egasi bo'lmoqchimisiz? Buning uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling, hamda Telegram kanallarimizga, Instagram kanallarimizga obuna bo'ling, hamda izohlarda albatta yozib qoldiring. Qaysi qiziqchilarning, balki Avaz Oxuningdir, balki Hojiboy Tojboyevningdir, qaysi hazilini biz muhandislik jihatda haqiqatga keltirishimiz kerak. Eng qiziqarli g'oya egasini biz albatta biror kun ro'yobga keltiramiz. U izoh albatta ko'proq like to'plashi kerak va uni albatta ochiratga qo'shib qo'yamiz. Yuz ko'rib, hol ahvolini bilib, dard hol so'raganga nima yetsin? Halo? Tezroq yangi video chiqardilar. Xo'p bo'ladi xo'jayin. Yes, qo'ramiz. Mehr ko'zda degan gaplar bor.